Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz ichki yuqumsiz kasalliklar fanidan enzot kasalliklar mavzusida bo'lib o'tadi. Mavzuga quyidagi rejalar belgiladik. Birinchi, biokimyoviy hududlar to'g'risida tushuncha. Ikkinchi, gipokobaltoz, gipokuproz kasalliklari. Uchinchisi, yod yetishmovchiligi endemik bo'qoq hisoblanadi. Darsimizni boshlashdan oldin mavzuga taalluqli bo'lgan bilimlarimizni sinab olish uchun BBB grafik organizmdan foydalanamiz. Qani talabalar nimani biladi bu mavzu bo'yicha, nimalarni bilishni xohlaydi va darsimizning yakunida nimalarni bilib olganliklari to'g'risida xulosa qilamiz. Tayanch iboralarimiz: endemik bo'qoq, biokimyoviy provinsiyalar, gipokobaltoz, gipokuproz, mikroelementlozlar, lizuxa, alopetsiya, parakeratoz, enzotik osteodistrofiya va boshqalar. Enzotik kasalliklar to'g'risida tushuncha beradigan bo'lsak, enzotik kasalliklar enzotika ma'lum bir hududlarda tarqalgan, ma'lum bir hududlarda mikroelementlarning yetishmovchiligi yoki ortiqchaligidan kelib chiqadigan kasalliklar hisoblanadi. Ushbu kasalliklarga gipokobaltoz, gipokuproz, endemik bo'qoq, margin yetishmovchiligi va ruh yetishmovchilik kasalliklari kiradi. Endemik kasalliklar enzotik kasalliklar ham deb nomlanadi. Bu ma'lum bir biokimyoviy hududlarda tarqalganligi uchun biokimyoviy provinsiyalar to'g'risida tushuncha berib o'tamiz. Biokimyoviy provinsiyalar deganda tuprog'i, suvi, o'simliklari tarkibidagi bir-biri bilan o'xshash bo'lgan, o'zaro yaqin bo'lgan hududlar tushuniladi. Tirik organizmlar tarkibida bo'ladigan o'simlik, suv, tuproq tarkibida bo'ladigan mikroelementlarni organizmlar bilan bir-biriga aloqadorligi to'g'risida tushuntiradigan bo'lsak, bu ma'lum bir qonuniyat asosida o'simliklarga tuproqdan mikroelementlarning o'tishi, o'simliklardan, oziqalardan tirik organizmga, hayvonot, insoniyat, shu jumladan barchasiga mikroelementlarni o'tishida, organizmga o'tishida, uni aylanib yurishida mana shu qonuniyat triada bilan tushuntirishimiz mumkin. Endemik kasalliklarning ko'proq namoyon bo'lishi hayvonlarning sut berish davrida, laktatsiya davrida ko'proq namoyon bo'ladi, bo'g'ozlik davrida ko'proq namoyon bo'ladi, yosh hayvonlarning o'sish davrida namoyon bo'ladi. Chunki bu paytlarda hayvon organizmining talabi, mikroelementlarga bo'lgan talabi oshib boradi. Shuning hisobiga mana shunday ko'rsatkichlar namoyon bo'ladi. Mikroelementozlarning etiologiyasi bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, ularning kelib chiqish sabablari asosan alimentar xarakterga ega bo'lib, bunda endemik zonalarda yoki provinsiyalarda tuproq, suv, oziqalar tarkibida mikroelementlarning yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Keyingisi sanoat yaxshi rivojlangan hududlarda mana shu simob, oltin gugurt, kalsiy, molibden, stronsiy va boshqa mikroelementlar tuzlar bilan yuqori darajada ifloslanishi, mineral o'g'itlardan noto'g'ri foydalanish, hayvonlarni uzoq muddatda silos, jom, silos konsentrativdagi ratsionlarda boqish, bir tomonlama oziqlantirish sabab bo'ladi. Keyingi o'rinlarda tabiiy endemik xarakterga ega bo'lgan sabablar hamda texnogen alimentar sabablar yuzaga kelishi mumkin. Gipokobaltoz bu kobalt yetishmovchilik kasalligi bo'lib, organizmda diareya, kuchli darajada og'riqlar, suyaklarning distrofiyasi bilan namoyon bo'ladi. Bunda gemopoyezning buzilishi, gipoxrom anemiya kuzatiladi. Gipokobaltozning rivojlanish mexanizmi mana shunday sxema asosida tushuntirishimiz mumkin. Oziqalar bilan kobaltning organizmga kam tushishi siyankobalaminning mikrobial sintezining kamayishiga sabab bo'ladi. Bu esa gemopoyezning buzilishiga va kuchli darajada anemiya, hayvonlarning kuchli darajada og'riqlashiga, mahsuldorligini kamayib ketishiga, kasalliklarga beriluvchan bo'lishiga sabab bo'ladi. Mikroelementozlarda turlicha klinik belgilar namoyon bo'ladi. Ushbu klinik belgilardan birida eng xarakterlilari, masalan, yod yetishmovchiligida yolg'on yog'larning hosil bo'lishi. Ushbu slaytimizda sigirlarda yod yetishmovchiligi paytida kuzatiladigan yolg'on yog'lar, kokillarning o'sib ketish klinik belgilari namoyish etilgan. E'tiborlaringizga mana sigirda
kokilning o'sib ketishi, kokilning o'sib ketishi klinik belgisi ko'rsatilgan. Bu yod yetishmovchiligini bir tipik belgisi hisoblanadi. Yod yetishmaganda xuddi otning yog'iga o'xshab yolg'on yo'llar o'sadi, kokillar o'sib ketadi. Hayvonlarda tug'ilgan buzoqlar juda ham mayda tug'iladi yoki junsiz tug'iladi. Mana shunday klinik belgilar bilan namoyon bo'lishiga e'tibor qilib ham kasallikni aniqlash mumkin. Kobalt yetishmovchiligida kuchli darajada og'riqlab ketish, suhotga, quruqlashish, magnit yetishmovchiligida bo'g'imlarning kattalashishi, ruh yetishmovchiligida bepushtlik kuzatilishi, pushtdorlikning pasayib ketishi kabi klinik belgilar kuzatiladi. Gipokobaltozning umumiy klinik belgilariga keladigan bo'lsak, teri qoplamasining ko'payishi, bezovurlar paydo bo'lishi, lizuxa, diareya, oshqozon oldi bo'limlarining gipotoniyasi, shilliq pardalarining oqarishi, shurdon va ichaklarning katarak yallig'lanishi kuzatiladi. Klinik belgilaridan mana bu yerda ko'rib turgan rasmimizda hayvonni kuchli darajada og'riqlab ketishi, konfeksiya darajasiga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday hayvonlardan hech qanday mahsuldorlik yoki bo'lmasa pushtdorlik xususiyatlarini biz olmaymiz. Juda ham past darajadagi samaradorlik bo'ladi bulardan. Kelgusida umuman foydalanish samaradorlik pasayib ketadi. Mana bu yerda sigirda lardoz holatini ko'rishimiz mumkin. Gipokobaltozda suyaklarning distrofiyaga uchrab ketish hisobidan lardoz holati, belini bukchayish holati ko'rinishi mumkin. Bu ham gipokobaltozlarning xarakterli klinik belgilar bo'lib hisoblanadi. Bu sigirda ham klinik belgilar namoyon bo'lib turibdi. O'sha modda almashinuv buzilishi mikroelementozlarga xos bo'lgan klinik ko'rinishi namoyon bo'lgan. Mikroelementozlarda yotoq yaralar paydo bo'lishi, hayvonlarni o'rnidan tura olmay qolishi, yotoq yaralarini ko'rishimiz mumkin mana rasmlarda. Hayvonlar juda ham ozg'in holatda, o'rnidan o'zi tura olmaydigan holatga kelib qoladi. Mahsuldorlik umuman yo'qoladi. Davolash oldini olish maqsadida mikroelementozlarni umumiy guruhli profilaktik davolash maqsadida LPP lechivno-profilaktik premixdan foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari hayvonlarning ehtiyojiga qarab, kunlik ehtiyojiga qarab mikroelementlarning tuzlarini omiqda yemlarga qo'shib, omiqda yemlarni mikroelementlar premixlar aralashgan omiqda yemlarni granulalangan holatda tayyorlab hayvonlarni oziqa ratsioniga qo'shimcha ravishda qo'shib berishni tavsiya etamiz. Bundan tashqari mikroelementozlarni umumiy oldini olishda umuman hayvonlarni ehtiyojiga qarab, mahsuldorligiga qarab, yoshiga qarab mikroelementlar tuzlarini vitaminlar bilan birgalikda kombinatsiyada qo'llash tavsiya etiladi. Ishlab chiqilgan yangi vitamin mineralli premixlarni ularni talabiga qarab, dozalari belgilangan dozalarga qarab berish tavsiya etiladi. Berganda o'sha mikroelement tuzlarini rejali ravishda berish. Qaysi vaqtlarda, bozlik davridami, sut berish davridami, mana shularni inobatga olgan holda mikroelement tuzlarini oldini olish uchun vitamin mineralli premixlarni berish tavsiya etiladi. Darsimizni yakunladik. Endi nazorat savollariga e'tibor qaratamiz. Hurmatli talabalar, biokimyoviy hududlar deganda nimani tushunasiz? Enzotik kasalliklarning turlari, asosiy sabablarini ayting. Gipokobaltozni belgilarini izohlang. Gipokobaltozni qanday davolanadi? Gipokobaltoz o'zi nima? Ataksiya nima? Burang kasalligi nima? Jin to'kilish sabablari nima? Bo'qoq nima? Bepushtlik nima? Ushbu nazorat savollarini yozib olib, e'tibor qilib, bularga javoblar topish ustida mustaqil ishlaysizlar.